Siz bilganmidingiz? Pulmicort suyuqligi bilan ingalyatsiya qilsangiz uzoq muddatli yo'tal hosil bo'lishini. Ha, maqsadga muvofiq, shifokor tavsiyasi bilan qilayotgan bo'lsangiz ham. Pulmicort obstruktivniy bronxit, bronxialniy astma, laringit kasalliklariga juda ham samarali foyda beruvchi preparat. Lekin siz bir nimani bilmaysiz. Bu Pulmicort sizga zarar berishini bilmaysiz. Birinchidan, agar Pulmicortda ingalyatsiya qilgandan keyin siz burun va tomog'ingizni chayqab tashlamasangiz, bu tomoq, burun, og'iz bo'shliq shildiq qavatlarida qolib, mahalliy immunitetni pasaytirishi mumkin. Agar bolada yoki o'zingizda antibiotikdan keyin yoki Pulmicortdan keyin mahalliy immunitet pasayib, susayib ketgan bo'lsa, shilliq qavatida zamburug', ya'ni kandida infeksiyalari uchun juda ham qulay sharoit yaratib beradi. Va shuni hisobiga faringomikoz kasalligi yuzaga keladi. Ya'ni zamburug'li faringomikoz. Ikkinchidan, agar nebulizer detallarini ishlatgandan keyin tozalab yuvib tashlamasangiz, mana shu detallarda ham zamburug' paydo bo'ladi va sizni nafas yo'llaringizni zamburug'li infeksiyalarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun do'stlar, Pulmicortdan keyin albatta burun, tomoqni va og'iz bo'shlig'ini chayib tashlash kerak va har bir detalni ingalyatsiyadan keyin yuvib tashlash kerak. Shundagina sizlarda shunaqa asoratlar bo'lmaydi. Hurmatli do'stlar, bizning foydali maslahatlarimizga rioya qilishni unutmang va bizning foydali maslahatlarimizni yaqinlaringizga va do'stlaringizga yuborishni ham unutmang. Sog' bo'linglar sizlar bilan doktor Sadikov.